20 kun yurdim, doktorga bordim. Doktor Kattaqo'rg'ondan bana qilganiki, vaqqa onkologiyasiga yo'llanma berdi. Keyingi vaqtlarda Samarqand viloyati onkologiya shifoxonasiga murojaat qilayotgan bemorlarning 60% og'iz sohasidagi yallig'lanish oqibatida ovqat yeyishga qiynalayotganligidan shikoyat qilishgan. Mana shu yerda bez paydo bo'ldi-da, mana operatsiya qildi. Til orasidan o'tib, nosda ahaga ular ta'sir qilganligi uchunmi? O'shanday bo'ladi undan oldin. Tabiblarga borganimizda, tabiblar o'sha qilib olgan ularni qildik, ulardan umuman bir foyda topmadik. Salkam 2-3 oy bo'lyapti, ancha davolandim, meni yaxshi, meni o'zi davolanib bitib qoldi. Umuman mana shu nos orqali shu zararlardan toptildi. Nos umuman shu og'ilga olib keldi. Nosni tayyorlaydigan o'zini tamakisi bo'lsa, unga yana hajmini ko'paytirish uchun kul deymiz, a? Umuman o'zi kuygan narsa, kullar kanserogen deymiz. Kanserogen degani rak chaqiruvchi moddalar degani. O'sha rak chaqiruvchi moddalar, ya'ni kuygan narsa kulni qo'shadilarki, hajmi ko'paysin deb. Bundan tashqari ko'pchilik endi og'izda sulakni chaqirish uchun nima deydi, tomirlarni kengaytirish maqsadida ohak qo'shishadi. Ohak ham bunday olganda iste'mol qilib bo'lmaydigan narsa.